Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Mana bugun erta tongda nimaga chiqdik? Chopiq qilyapman degan nimalar bor edi. Qalampir ko'rdik o'tgan safar. Kartoshkani joyiga o'shalar chopig'ini hozir boshlaymiz. Ozgina dampam olay deb shaqa tashqariga chiqdim hozir. Tomoq o'rib qolibdi shekilli ovoz. O'shaning uchun hozir bu yerda ozgina dam olay deb tashqarida gullarimni nima qilib qo'yapman deb o'tab. Bitta videoni ham ko'rgan bo'lsalaring kerak, o'rnatilgan. Aytimda rayhonlarni, mana rayhonlar xudo xolasa. Mana bu yerda mashinalar o'tsa, mana bu jelpib turib turadi, zo'r olib. O'tgan yil ham zo'r olgan biylar, mana xudo xolasa. Mana shunaqa. Bo'lmasam o'rtoqlar, nimaga o'tamiz? Kartoshkani oldiga o'tamiz. Qalampirda o'sha chopog'imizni ko'rsatib o'taman. Bo'lmasam o'sha yoqqa ketdik agaratga. Hurmatli obunachilarimiz, mana o'sha kartoshkani joyiga ekkan qalampirlarim. Mana buni chopamizda endi. Chopib qo'yib. Mana shunday qilib chopiladi. Mana hammasi bexato ko'kargan. 2-iyun kuni ekkanmiz buni, bilasizlar-a? 2-iyun kuni ekilgan. Mana o'shandan birin endi bugun 10-mi bugun? 10 kunda chopyapman aka. 10 kunda. Mayda qilib chopilaman u. Tomir qimirlab qolmasin deb o'rtoqlar, mana mayda qilib chopish kerak yonida. Tomir qimirlab qolsa qurib qoladi. O'shaning uchun mayda sekin uriladi. Mana bu yonboshiga, keyin bu tomoniga qo'rqmasdan uraverasizlar. Yoniga asta urilishi kerak. Hozir endi nozik haligi chaqaloqdek gap bo'lar hozir. Hozir birinchi parvarishimizda yaxshilab chopiqdan chiqarib olsam, parvarishlab ko'rasizlar 10 kundan keyin bir pasda nima bo'ladi? Hozir buni mana shunday qilib chopib boriladi. Mana bir qatori chiqarib yuborildik. Endi o'rtoqlar, buni mana bunday qo'rqmasdan mana shunday qilib ketilaveradi mana. Qattiq urib. Chunki tayini yumshatib qo'ydim, endi yorilib ketmaydi. Qalampirlarni tomiri. Mana shu holat. Mana shu holatda turadi 3-4 kun. 3-4 kundan keyin mana bunday qilib morza olaman keyin mana jo'yak. Mana ko'rlang, mana yumshoq yer. Mana jo'yak olinadi ham. Qalampir tagiga qum uyilib ketadi. Shu holat. Hech qanaqa texnika kerak emas. Mana shu o'zimizni bobo dehqonimizni ketmanidan qo'ymasin. Hamma narsaga mos-vosa bo'laveradi. Jo'yak olish ham, boshqa narsa ham mana bo'ldi.
Buni hozir sizlarga ko'rsatdim-da buni. Bu endi 1-2 kun mana shu chopib turgandan keyin turadi 1-2 kun. Quyosh nuridan nima oziq oladi. Ana keyin oziqasi bilan o'zi bo'lib ketaveradi. Hurmatli o'rtoqlar, bo'lmasam buguncha hozircha shu, ha. Qolganini o'zim sekin mana bu tomonda kartoshkalarni olib oldim. Haligi maytda men tagida bor edim, uni bodam tagida olganimda nima maydaroq edi. Undan keyin mana bu tomonda hozir syomka bo'lmadi. Syomka oldin olib qo'ygan bo'lsam kerak. O'sha syomka. Hurmatli o'rtoqlar, mana hosilda nima qilganmiz? Bu tomonga mana bolgarsklarni ekib qo'ydik. Endi bu tomondagini ham olamiz. Asosi hosillarimiz mana endi bo'ladi mana. Bu haligi birinchi nimamizdagi hosillarimiz bodomda tagida edi. Mana endi nima deymiz? Ochiq maydondagi hosillarimiz mana mo'l hosilchiligi mana. Xudo xolasa bu tomon endi hosildorlik mana shu o'rtoqlar mana. Xudo xolasa bag'i zo'r. Bir-ikki o'rtoqlarimiz hafsan so'rab degan, mayli bemalol kelinglar mana. Hafsan bo'lsa hafsanda. Xudo xolasa bu yog'i yaxshi mana. Mehnat qancha mehnat qilsak yer dehqonni aldamaydi-da, yerda aldamasak bo'ldi biz. Dehqon aldamagani hech vaqti yerda. O'shaning uchun hosilda yarasha o'sha o'zimizning mehnatimizga yarasha yomon bo'lgan yo'q mana. Ko'ryapsizlar mana. Bu tomonda ham qoldi kartoshkamiz, bu tomonda ham qoldi. Endi o'rtoqlar, syomka qilmaymiz boshqa kartoshka haqida, ha? Kartoshkamiz mana olib oldik. Qolgan qismlarda endi syomka bo'lmaydi. Yana yillargacha xudo xolasa yana nima qilib ketaveramiz. Qolgan joylariga qalampir ekanmiz. Mana shu joylarga mana. Shuning uchun like bosinglar, bosmasalaring o'zlaring bilasizlar. Bu tomon hosildorligimiz shu endi belgisi. Qolganlari ham shunaqa bo'laveradi endi. Mana. Buni qarang. Yer aldamaganda dehqonni aldamagan. Qarang mana yumshoqligini. Mana. Baraka degani shu bo'lsa kerak-da. Ana o'rtoqlar. Ertaga 3-iyun bo'ladi. Mana shu joyiga qalampir ko'chat ekanman yana. Xudo xolasa endi 5-6 kun nimamiz operatorimiz bu yerda bo'lmaydi. Shuning uchun syomka bo'lmaydi o'rtoqlar. O'shani nima qilyapman? Bo'lmasam o'rtoqlar, hurmatli obunachilarim, bu yog'i kecham bo'lib qoldi. Xayrlashib ham qo'yaveramiz agar nima bo'lsa. Hozir yana bir nima qilib qo'yay, keyin xayrlashib qo'yamiz. Bu yilga oxirgi syomkamiz shu bo'ladi endi. Ana shu barakasiga endi eng katta ana shu baraka. Ana hurmatli o'rtoqlar, bo'lmasam salomat bo'lasizlar. Like bossalaring bosinglar, bosmasalaring o'zlaring bilasizlar. Qancha like bo'lsa, bu yoq ham shuncha nima bo'laveradi. Xayr, salomat bo'linglar o'rtoqlar. Yaxshilikda ko'rishaveraylik. Mana bu tomonda mana nima deymiz, optoqda bo'lgani uchun
hosildorligi ham yaxshi bo'ldi bu tomonlardagilar. Shu bo'lmasam o'rtoqlar, xayrlashamiz. Salomat bo'linglar. Agar erinmasalaring, like bosib qo'ysalaring bo'laveradi. Erinmasalaring, bo'lmasam o'zlaring bilasizlar. Ko'rishguncha salomat bo'linglar. Salomat bo'lishga majbursizlar. Xayr, salomat bo'linglar.